Assalomu alaykum, hurmatli qadri baland zamondoshlarım. Omonmisiz, sog' salomatmisiz? Bugun sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandman. Sizlarga sog'lik, omonlik tilagan holda bugungi yayınımızı boshlaymiz. Bugungi yayınımızın mavzusi inson organlari qachon faol bo'ladi. Shu to'g'rida sizlar bilan gaplashamiz aziz zamondoshlar. İnson organlari qachon faol bo'ladi? Quyidagi ma'lumotlar qaysi organ, qay paytda faol bo'lishi keltirilgan. Shu onda bunga muvofiq e'tibor bilan harakat qilinsa, nafaqat zikr etilgan organ kasalliklaridan xoli bo'linadi, balki jismoniy va ruhiy salomatlik yaxshilanadi. Soat 5 dan 7:00 orasida yo'g'on ichak faol bo'ladi. Aziz zamondoshlarim, iloji bo'lsa ruchka qalam olib ushbu organizmlarni qachon faol bo'lishini yozib qo'ysangiz sizga zarar qilmaydi degan fikrdaman. 7-9:00 orasida oshqozon faol bo'ladi. Bu paytda qanday taom yeyilsa ham yaxshi hazm bo'ladi. 9 dan 11:00 orasida oshqozon osti bezi faol bo'ladi. 11 dan 13 orasida yurak faol bo'ladi. 13 dan 15:00 orasida ingichka ichak faol bo'ladi. 15:00 dan 17:00 orasida sidik qopi faol bo'ladi. 17:00 dan 19:00 orasida buyrak faol bo'ladi. 19:00 dan 21:00 orasida perikard, yurakning xaltachasi faol bo'ladi. Bu paytda ovqatlanish umuman tavsiya etilmaydi. Chunki oshqozon deyarli uxlayotgan bo'ladi. Hazm qilish qiyin kechadi. 21:23:00 orasida qon va undagi kislorod hamma a'zolarga to'la yetib boradi. Iloji boricha bunda uxlagan yaxshi. Miya faolligi aynan shu damda kuchayadi. Butun boshli tun uyqusining asosiy qismi shu vaqtga to'g'ri keladi. 23:00 dan 01:00 orasida o't pufaygi faol bo'ladi. 01:03 orasida jigar faol bo'ladi. Jigar sog' bo'lsa yuz nurli bo'ladi. 03:05 orasida o'pka faol bo'ladi. Tong otmay turib subhu nafasdan barhamand bo'lmoq kerak. Chunki shu paytda havo almashadi, yangilanadi, kislorodga boy bo'ladi. İnson organlari qachon faol bo'ladi degan mavzuimiz nihoyasiga yetdi. Endigi mavzuyimiz ko'z charchog'ini olish. Bu muolajada asosiysi oftob nurlari qabul qilish. Bu ochiq deraza oldida yoki ochiq havoda yuzingizni oftob nurlariga toblab bajariladi. Agar oftob nurlaridan foydalanish imkoniyati bo'lmasa 150 vattli elektr lampochkasidan foydalanish mumkin. Faqat yuzingiz lampadan 1,5-2 metr uzoqlikda bo'lsin. Yorug'lik yetarlicha bo'lsa ko'zingiz kuchanmasdan yaxshi ko'radi. Quyosh nurlari bilan boshqa a'zolarga qancha yaxshi ta'sir qilsa, ko'zga ham shunday yaxshi ta'sir qiladi. Ko'z yorug'likda yaxshi ko'radi. Quyosh nurlarisiz xonalarda ko'p vaqtni o'tkazadigan xodimlar ko'zi vaqt o'tishi bilan yomon ko'ra boshlaydi. Buni hayvonot dunyosida ham ko'rish mumkin. Qorong'uda yashaydigan hayvonlar ko'r bo'ladi yoki yorug'likda yashaydiganlardan ancha yomon ko'radi. Ko'zoynak va linzalar haqida. Kamdan kam odamlar benuqson ko'rish qobiliyatiga ega. Dunyoda 80% aholi uzoqni yaxshi ko'ruvchi, 20% aholi yaqinni yaxshi ko'ruvchi odamlar. Esingizda bo'lsin,
Yaqindan ko'rish kasallik emas, bu tug'ma kamchilik. Ko'zoynak bu kamchiliklarni to'g'rilaydi. Xuddi shuni astigmatizm haqida aytish mumkin. Ko'pchilik odamlar tabiiy hayot tarzi dasturi asosida yashab ko'zoynak taqishdan xoli bo'lishgan. Lekin har qanday uzoqni yaxshi yoki yaqinni yaxshi ko'ruvchi ham ko'zoynakdan qutuladi deb aytib bo'lmaydi. Quyosh nuridan saqlovchi ko'zoynaklar. Keyingi vaqtlarda quyosh nurlaridan saqlovchi ko'zoynaklar taqish moda tusiga kirdi. Lekin bunday ko'zoynaklar barcha ham taqavermasdan xos odamlargina, ya'ni ko'zlari kasallikka xos odamlargina taqishlari, ishlamaydiganlar yoki chiroq nurlari to'g'ridan to'g'ri ko'zga tushsa tavsiya qilinadi. Aks hollarda bunday ko'zoynaklar taqishning hojati yo'q. Ayniqsa quyosh vannalari qabul qilishda ularni taqib bo'lmaydi. Chunki quyosh nurlari bir nuqtaga yig'ib kuydirishi mumkin. Agarda bunday ko'zoynaklarni taqish juda zarur bo'lsa, eng yaxshisi tanlang. Yaxshi qora ko'zoynak quyosh nurlarini 60-75% o'zidan qaytaradi. Bunday kam qaytaradiganlari befoyda. Do'konda sotiladiganlarning oynasi sifatsiz bo'ladi. Hech qachon bunday ko'zoynaklarni kechasi mashina haydaganda taqmang, chunki ko'rishni keskin yomonlashtiradi. Pensionisifat ko'zoynak taqmang. Pensionisifat ko'zoynaklarning ko'pchilik bilmaydigan yomon tomoni bor. Quyosh nurlar linza orqali o'tib, uning chetida birlashadi va ko'zoynakning yuzimizga tegib turadigan joylarini qizdirib terlatadi, ko'p ishqalanadi va ko'z atrofi terisini shikastlashi mumkin. Ko'zni yuvib turish. Bir bor kislotasiga 25 qism distillangan suv qo'shib aralashtirasiz va shu bilan doka yordamida ko'zni yuvasiz. Lekin eng yaxshisi issiq va muzdek suvlar bilan ho'llangan doka bo'lakchasini galma-gal ko'zga bosishdir. Bu yaxshi samara beradi. Ko'zlar nur uchun yaratilgan. Yorug'lik bo'lgan joyda ko'rish yaxshilanadi. Qorong'i yoki kechalari ko'rish qobiliyati ancha yomonlashadi. Havo bulut kunlari odamlar o'zlarini noxush sezadilar. Chunki ko'rish uchun ko'p kuch sarflaydilar. Keraklicha nur oladigan ko'zlar kuchli ko'zlardir. Yorug'lik yetishmadimi, ko'rish qobiliyatingiz pasayadi. Xonani yoritish haqida tavsiyalar. Ko'pchilik odamlar uchun 40 vatli elektr lampasidan taralgan yorug'lik 0,5 metr masofada yozish va o'qish uchun yetarli hisoblanadi. Kechqurun ishlash uchun butun xona yaxshi yoritilgan bo'lishi zarur. Agar faqat stol usti yoritilgan bo'lsa, ko'z uchun qorong'udan yorug'likka o'tish va yoritilgan stol yuzasidan qorong'uga qarash qiyin kechadi. Ko'z qarachig'i bunday o'zgarishlarga ko'nikib ulgurmaydi. Ko'zlar dam olishi uchun agar siz sun'iy yoki tabiiy yoritilgan xonada uzoq ishlasangiz, vaqti bilan ko'zga dam berib turish tavsiya qilinadi. Buning uchun ishingizni to'xtatib, xonani shamollating yoki ochiq havoga chiqing. Keyin o'rnidan turib chuqur nafas olib chiqarmay turing. Tizzalarni bo'king, boshingizni pastroqqa engashtiring va ko'zingizni ochib yuming. Ko'zingizni qattiq yuming va katta oching. Buni 10-15 soniya davomida bajaring. Bu vaqtda nafas chiqarmang. Quyoshning ko'zga ta'siri. Quyosh nuri mushaklar bo'shashadi. Ko'z qovoqlari dam oladi. Hatto yarim ko'rlar ham quyosh nurlaridan so'ng yaxshiroq ko'ra boshlaydilar. Quyosh tabiiy sog'liq bulog'i. Ko'z yallig'lanishida eng yaxshi davo. Ko'zlaringizga quyosh nurlarini ko'proq singdirishga imkoniyat yarating. Ba'zi bekalari, gilami va mebel qoplamalari oftob nuridan saqlash maqsadida oynalarni zich yopib, pardalarni tushirib, yarim qorong'u xonalarda yashashni afzal ko'radilar. Bunday uy bekalarining ko'zlari quyosh nuriga to'yinmaydi va nurdan qo'rqadi. Quyosh nuri xuddi ozuqa kabi zarur. Ko'zlarni nurlar bilan stimulyatsiya qilish, asosiy qoidalarni eslab qolish zarur. Hech qachon ikkala ko'zingizni baravarga quyosh nurida stimulyatsiya qilmang. Hech qachon quyoshga yoki lampaga to'g'ri qaramang. Orqa suyanchig'i to'g'ri bo'lgan stulga gavdangizni egmasdan to'g'ri o'tiring. Oyoqlaringizni yerga mahkam qo'ying. Qo'llaringizni erkin tuting. Chap ko'zingizni
Qo'lingiz bilan nur tushmaydigan qilib berkiting. Chuqur nafas oling. Boshingizni chayqatib, o'ng ko'zingizni yumib oching va to charchaguncha, keyin o'ng ko'zingizni kaftingiz bilan berkitib, chap ko'zingizni yumib oching. Bunday ko'z yumib ochishdan so'ng ko'z oldingizda quyosh nurchalari sakray boshlaydi. Bundan xavotirlanmang. Tezda o'tib ketadi. Endi ikkala ko'zingizni kaftingiz bilan berkitib, ko'zlarga bir oz dam bering. Keyin ikkala ko'zni ham yumgan holda quyoshga qarab turing. Bu mashqlarni quyosh nurida bajarsangiz 10 marta, elektr lamposida bajarsangiz 20 marta qaytaring. Dengizchilar ochiq havoda ko'p vaqt o'tkazadilar. Shuning uchun ularning ko'zi tiniq va sog'lom. Televizor va ko'zlar. Telefon faqat ko'zgagina emas, balki butun organizmga ko'p zarar keltiradi. Hatto ruhiy kasalliklarga sabab bo'ladi. Telefon ko'rganingizda oq qora ekranda, rangli ekranda kamida 2 metr uzoqlikda bo'lishingiz zarur. Ayniqsa bolalarni nazorat qilib turing. Ularga telefon bermang. Ular uchun maxsus ko'rsatuvlarnigina tomosha qilishga ruxsat bering. Ko'zlarni kaft bilan berkitish texnikasi. Ko'z asablarini qizartirib stimulyatsiya qiladi. Natijada qon aylanishi kuchayadi. Stimulyatsiyadan so'ng ko'zlarni qo'l kaftlari bilan berkitish zarur. Bu barcha sezgi a'zolari asablarini relaksatsiya qilishning eng samarali usuli bo'lib, bir yo'la jismoniy va aqliy kuchanishini kamaytiradi. Ko'zda nuqsoni bor inson ko'zlarini imkoniyat boricha tez kaftlari bilan yopib turishi zarur. Bu muolajani bajarish uchun ikkala qo'lingizni kaftlaringiz bilan berkiting. Bunda kaft teskarisi yuz tomon, barmoqlar esa peshonada bo'ladi. Kaftlar ko'zga tegmaydi. Agar ko'zga nur tushsa, ko'zingizni yuming, lekin qovoq, qosh, barmoqlaringiz erkin holatda bo'lsin. Kuchanmasin. Stol atrofiga joylashib o'tiring. Yostiqchani tizzaga qo'ying. Umurtqa pog'onasi bo'yi to'g'ri tursin. Agar kaftlaringiz tomon egilmoqchi bo'lsangiz, bel bilan oldinga egiling. Tanangiz kuchanmasdan normal holatda bo'lsin. Agar hammasi to'g'ri ketayotgan bo'lsa, ko'zlaringiz qorong'uda dam oladi. Shunday holatda 15 daqiqa ko'zga dam berasiz. Shuning bilan aziz zamondoshim, bugungi yayınımız o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga sog'lik, omonlik tilagan holda ertaga ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Sog' omon bo'linglar.